İzzet qayerdan boshlanadi? Abdulahad Nurluq. İslam ümmeti bugun tarixdagi eng echinishli davrini boshdan kechiryapti desak mubolag'a qilgan bo'lmaymiz. Musulmonlar dunyoning har yerida ezilish va mustamlik ostida yashamoqda. Hikmatlik Allah kufr zulmatini pachaqlab tashlaydigan, butkul koinotni nur va hidoyatga to'ldiradigan islom quyoshinin qorong'uliq, eng qattiq bo'lgan va yo'riqlikqa ehtiyojli vaqtda dunyoga nur chechishni xohladi. Boshqalarga zulm qilish yo'lliq ishga aylangan, insonning haq-huquqlari dafsanda qilingan, nadonlik butkul jahonni qoplagan bir vaqtda Alloh taolo islom dinini oxiratgacha dunyoga keladigan insonlarning dini qilib tanladi. İslam insonlar orasida barobarlikni, adolatni, bir Allohga qulluq qilishni o'ttirg'a qo'ydi. Ularning o'zaro mehr-muhabbatlik bo'lishini, boshqalarni kamsitmaslikni, buyruq qilish orqali insoniyatni yashayotgan bu halokatdan qutqizdi. Nihoyat qisqa bir muddat ichida dunyoning har qaysi taraflariga yayildi. Musulmonlar bu dinning ko'rsatmalarini real hayotiga o'zlashtirish orqali adolat barpo qildi. Chunki bu dinning qizim Fatima o'g'irlik qilgan bo'lsa, albatta uning qo'lini Allohning qonuniga asosan kesgan bo'lardim deyish orqali Allohning qonunini ijro qilishni o'zidan boshlaydigan bir payg'ambar bor edi. Musulmonlar bu ilohiy adolat soyasida asrlar bo'yi aziz, hur, qudratli holatda yashadi. Madaniyatlar barpo qildi. Saltanatlik davlatlarni qurdi. Ulug' Alloh o'zining kalomida iymon ahlining g'alaba qozonganligi to'g'risida mundoq degan: Shak shubhasizki, biz payg'ambarimizga, mu'minlarga hayotiy dunyoda va farishta, payg'ambar va mu'minlardan bandalarning amallariga guvoh bo'ladigan guvohchilar hozir bo'ladigan kunda albatta yordam beramiz. Ammo kunimizga qaraydigan bo'lsak, musulmonlarning va haqiqatparvar olimlarning zolimlar tarafidan zulmga uchrayotganligi, fursat topganlarning bo'lsa yurt makonlarini tashlab yaq yurtlarda sarson bo'layotganligi va turli sinoqlarga uchrayotganligini ko'ryapmiz. Undaqda g'alba, nusrat va izzat va'da qilingan bu kishilar nima uchun din dushmanlari tarafidan zulmga uchraydi? Nemishqa bular o'zining ona tuprog'ida Allohga hur holatda qulchilik qilolmaydi? İslam dunyosi islom dushmanlari tarafidan xuddi hadis sharifda aytilgandek bir taqsidik tamoqqa qo'llarini uzatgandek har tarafdan hujumga uchrayotdi. Musulmonlarning soni haqiqatan bu zulmlarga qarshi turolmagandek ozmi yoki boshqa sabab bormi? Bu savollar haqida alohida izlanishimizga to'g'ri keladi. Qur'oni Karim iymon ahlining izzat va g'albiga erishish yo'lida har turli sinoqlarga duchor bo'lganligiga ishorat qilyapti. Bu orqali iymonda rostchilar bilan yolg'onchilarning orasini ayiradi va haq yo'ldagi musibatlarga sabr qilgan rostchilarga izzat va g'alba, yolg'onchilarga bo'lsa ikki dunyoda xorliq beriladi. Musulmonlar izzatni qayerda yo'qotib qo'ygan bo'lsa, shu yerdan izlash kerak. Chunki musulmonlar necha asr shon-sharaf va izzat bilan yashadi. Ba'zi chog'larda ixtiyorsiz musulmonlarning izzati qayerda? Tarixdagi saltanatimiz rivoyatlarda, kitoblarda qolami degandek savollarni so'raymiz. Ammo aqidalarimizga xato qarashlarning aralashganligi, ibodatlarimizning ruhsiz, harakat va shakllarga aylanib qolganligi, axloqlarimizning buzilayotganligini ko'masga selyapmiz. Yo'qolgan shavkatimiz va izzatimizni qaytarib kelishimiz uchun bu va'daning bizlardan nimalarni talab qilganligiga qarab chiqishga to'g'ri keladi. Shundoq, bu ummatning oxiri avvali nima bilan izzatga erishgan bo'lsa, shuning bilan izzatga erisha oladi. Qur'oni Karim bu haq va'daning ro'yobga chiqishi uchun bir qancha shartlarni o'tirib qo'ygan. Birinchi, Allohga iymon etish va yaxshi amallarni qilish. Alloh taolo amallarning faqat haqiqiy iymon etish bilan qabul qilinadiganligi va haq va'dasining shu orqali ro'yobga chiqadiganligini bayon qiladi. Chunki zaminda izzatni qo'lga keltirishimiz uchun Allohga loyiqada iymon etishimiz, uning shartlarini o'rinlashimiz va iymonni buzib yetadigan omillardan yiroq turishimiz kerak. Qur'oni Karimda faqat Alloh yod etilsa dillarda qo'rqinch paydo bo'ladigan, Allohning oyatlari tilovat qilinsa iymoni kuchaydigan, Parvardigoriga tavakkul qiladigan kishilar komil mu'minlardir. Ular mukammal ravishda namoz o'qiydi. Biz ularga rizq qilib bergan pul moldan Alloh yo'lida sarf qiladi. Ana shular haqiqiy mu'minlardir. Ular Parvardigorining dargohida yuqori martabalarga, mag'firatga va esil rizqqa, ya'ni jannatning tugumas ne'matlariga erishadi, deydi. Bu oyatda Alloh taolo haqiqiy mu'minlarning e'tiqodini tili va a'zolari bilan amal qilish orqali isbotlaydiganligini bayon qilyapti. Biz amal iymonning jumlasidanmi yoki amal ayrimmi bu yerda tartishmaymiz. Haqiqatan Allohning va'dasi insonning butkul faoliyatlarini o'z ichiga oladigan haqiqiy iymon bilan vujudga chiqadi. İman qalbda o'rin olgan vaqtda
Allohning roziligidan boshqani o'ylamaydigan, kichik cho'ng ishlarining hammasida Allohga bo'ysunadigan, tabiatida payg'ambarining yo'lidan boshqasiga moyil bo'lmaydigan bir inson maydonga keladi. Yaxshi amal qalbda o'rnagan iymonning mevasi va insonning sirtqi ko'rinishiga aks etgan Allohga bo'lgan ishonchning tajallisidir. Chunki iymon qo'zg'atquchi va harakatlantirgich kuchdir. U insonning vujudida qaror olsa, xuddi zavod ishga kirishgandek insonni harakatlantirishga boshlaydi. Uning ichki dunyosi bilan sirtqi dunyosini birlashtirdi. Uningdan yaxshi amaldan iborat mahsulotlar uzilib qolmaydi. Aqllarimizni lol qoldirgan, odatdan tashqari ishlar bu iymonning soyasida vujudga chiqadi. Iymon egisi islom yo'l yo'riqlarini o'rindagan vaqtda charchash, zerikish his qilmaydi, balki huzur halovat his qiladi. Ikkinchi, ibodatni o'lchamli ado qilish. İnsanlar arasında ibadet ufqumi ve düşüncesiga xato yoki kamtuk tushunchalar hokim bo'lib keldi. Bu orqali ular o'zlarining aqllarini, ish harakatlarini to'g'ri bo'lmagan taraflarga qartayotidu. Ibodatni tar doirada tushunib ado qilayotgan namoz, zakot, ro'za va hajga o'xshash amallarni ibodat deb bilayotidi. Halbuki bular faqat ulardan talab qilingan ibodatning bir qismi xolos. Amaliyat ulug' Allohning insonni yaratishidagi g'oya, u insonning hayotiy dunyodagi vazifasi bo'lgan ibodat ufqumi biz tushunib kelayotgandek tor doirada bo'lmasdan insonning butkul ish faoliyatini o'z ichiga oladigan darajada kengdir. Ibodat ufqumiga bizdan ilgari o'tgan olimlarning tushunchasi bo'yicha aniqlama berganimizda ibodat Alloh yaxshi ko'radigan va rozi bo'ladigan oshkora va yo'shirin so'z harakatlarning o'rtaq qismidir. Buningdan shuni bilalaymizki, İnsanның butkul ish harakati, hatto kundalik turmushidagi odatlarmi buning sirtida qolmaydi. Payg'ambar alayhissalom sening oilang uchun sarf qilgan chiqimlaringmi sadiqadir deb ta'lim berish orqali ibodat tushunchasining keng doirada ekanligini bayon qilgan. Dinimizda insonlarning normal hayotida qilib kelayotgan odatlangan ishlarini yaxshi maqsad bilan ibodatga aylandi. Oila hayotidan boshlab davlat boshqarishgacha, kishilik munosabatlardan boshlab ilm setim, savdo tijoratlargacha hammani ibodat hukmidan ayirib tushungili bo'lmaydi. Alloh taolaning jinlar va insonlarni faqat men ibodat qilish uchun yaratdim degan so'zdagi ibodat hukmi yuqorqi mazmunlarni o'z ichiga oladi hamda bu koinotning yaratilishining asosli g'oyasidir. Buning uchun Alloh insonlar va jinlarga osmon, zimindagi mahluqotlarning hammasini bo'ysundirib berdi. Ularni mahluqotlarimizning nurg'unidan ustun qildik dedi. Bularning hammasi insonlarning ulardan talab qilingan qulchiligini loyiq shaklda hayotiga tatbiq qilish uchundir. 3. Sherik qarshi turish. Bu haqda so'z qilishdan burun sherikning nima ekanligini bilishimizga to'g'ri keladi. Allohga sherik keltirish bo'lsa, bandaning Allohning mahluqotlaridan biriga Allohga ibodat qilgandek ibodat qilishi yoki Allohni ulug'lagandek ulug'lashi yoki biz yuqorida tunishtirib o'tgan ibodat turlaridan birini uningga qilishidir. Bu aniqlamaga asosan sherik, cho'ng sherik va kichik sherikdan iborat ikki turga bo'linadi. Cho'ng sherik Allohga ibodatda boshqa bir ilohni sherik qilish yoki Alloh bilan boshqa bir yaratquchining borligini da'vo qilishdir. Kichik sherik bo'lsa, hadislarda bayon qilingan riyodir. Bularning qaysi birini qilguvchilar agar bu dunyodan tövbe qilmay o'lgan bo'lsa, Alloh ularning gunohini kechirim qilmaydiganligini ochiq shaklda bayon qilib, mundaq degan: Alloh haqiqatan sherik keltirish gunohini mag'firat qilmaydi. Xohlagan odamning uningdan boshqa gunohini mag'firat qiladi. Kimki Allohga sherik keltirdi ekan, cho'ng gunoh qilgan bo'ladi. Demak, sherik Alloh kechirim qilmaydigan, rahmatini yog'dirmaydigan bir jinoyatdir. Uningdan boshqa gunohlar inson tavba qilmasdan vafot topgan bo'lsa-mu, Allohning marhamati ostida bo'ladi, xolis kechiradi. Xolisi azoblaydi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisalomning kimki Allohga bir narsani sherik keltirgan holda o'lgan bo'lsa, u odam jahannamga kiradi deganligini rivoyat qilgan. Qur'oni Karimning g'alba Allohga, Allohning payg'ambariga va mu'minlarga mansub. Lekin munofiqlar g'albining Allohning dushmanlariga emas, do'stlarga mansub ekanligini bilmaydi deganligi haqiqiy izzatning yolg'iz Allohdan keladiganligini bildiryotdi. Ammo Allohga sherik keltiruvchi bu izzatga erishamaydi va uning ta'min eta olmaydi. Chunki u Allohga boshqa bir maxluqni o'rtoq qildi. Shu sababdan haqiqiy mu'minlarga va'da qilingan dunyoda izzat, oxiratda jannat bilan mukofotlanishdan mahrum qoladi. 4. Allohga taqvolik qilish. Yo'qolgan izzatimizni qo'lga keltirishimiz uchun ilgirki shartlarning hozir bo'lish bilan birga Allohga taqvolik qilish bo'lmasa bo'lmaydigan bir shartdir. Chunki musulmonlar ilohiy adolatni yer yuzida o'rnatish, shon sharaf va izzatga erishish uchun Qur'oni Karimning ta'limotlariga bo'ysunishi lozim. Bu ta'limot va yo'l yo'riqlarni kim ijro qiladi? Buni Qur'ondan so'rashga to'g'ri keladi.
Bu kitobda hech shak yo'q, u taqvodorlarga yetakchidir. Demak, Qur'on taqvodorlarga yo'l boshchidir. Taqvolik insonni Allohning azobidan, g'azabidan, yomon ko'rishidan saqlab qoladigan qalqondir. Allohga taqvolik qilish insonning Allohdan savob va rahmat umid qilib, yaxshi amallarni qilishi va Allohning azobidan qo'rqib yomon ishlardan yiroq turishi demakdir. Bu taqvodor kishilar Allohga aytgan iymonida, boshqalarga qilgan so'zlari va ish-harakatlarida samimiy bo'ladigan, dunyoning o'tkinchi musibatlari sababli mayuslanmaydigan sobit qadam yigitlardir. Ularning qalblari Alloh deb so'qidi. Dinni jinidan ustun biladi. Har doim adolat ustida izlanadi va uning bilan hukm qiladi. Bir kishini yomon ko'rishi uning adolatsizlik qilishiga ep bo'lmaydi. Xuddi Alloh taolo aytgandek, ey mu'minlar, Allohning haqlarini ado qilishga tirishinglar. Odillik bilan guvohlik beringlar. Biroq qavmga bo'lgan o'chmanlikinglar ularga odil bo'lmasliginglarga sabab bo'lmasin. Dushmaninglarga odil bo'linglar. Bu taqvodorlikqa eng yaqindir. Allohdan qo'rqinglar. Allah haqiqatan ishlaringlardan xabardordir. Shaksiz ular sahobalarning yo'lidan bo'ylab mangadi. O'zaro mehr shafqatlik, dushmanlarga bo'lsa qattiq qo'l bo'ladi. Xulosalaydigan bo'lsak, musulmonlar bugun og'ir kunlarni beshidan o'tkazayotgan bo'lsa-mu, natijada Allohning va'da qilgan g'alaba va nusratni ato qildiganligiga ishonadi. Allohga bo'lgan ishonchimizni texim mustahkamlab, qulchilik mas'uliyatimizni buyurgandek ijro qilish uchun kamchiliklarni to'liqlash, shuning bilan birga sherikka va sherik ahliga qarshi turishdan iborat taqvolik sifatlari qalblarda o'rin olgan vaqtda Allohning bizlarga va'da qilgan izzati, yordami, g'alabasiga erisha olamiz. 2020-yili 12-oyning 30-kuni İstanbul.